Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ail tavabı atlarına və onunğa taki qiyametkiç əgəşkənlərə durud salamlar bolsun. Bahası örləgəndə paydasıq setiş üçün altın zıbı-zinnətni yoki nöqçi altınni setib, paydasıq setib ticaret qılsa boludu. Bu ticaretning to'g'ri bo'lishi uchun bir qancha shartlar tepilish lozim. Janobi Allah Qur'on Karimda mundaq deydi. Allah ilm setimni halal, jazoni harom qildi. Faqatla aranglarda qilishgan qo'lma-qo'l savdo bo'lib qolsa, iymon etqanlar, bir-biringlarning mollarini o'z ara nahaq yo'l bilan yevalmanglar. Faqatla sizlar o'z ara rozi bo'lib qilishgan tijorat buning sirtida. Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'g'li Abdurrahman otasi Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Oltinni oltinga teng barobar bo'lmasa sotmanglar. Kumushni kumushga teng barobar bo'lmasa sotmanglar. Oltinni kumushga, kumushni oltinga xohlaganinglarcha setinglar. Malik ibn Avs rivoyat qilib mundaq degan: Men 100 tillani tengiga almashtirmoqchi bo'lgan edim. Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu meni chaqirdi. Shuning bilan ikkimiz so'zlashdik. Oxiri u almashtiradigan bo'lib, oltinni elib qo'lida oyoq-buyoqqa o'rib, "G'ojdarim g'obadin kelson" degan edi. Uni anglab turgan Umar radhiyallohu anhu dedi: "Alloh bilan qasamki, sen uningdan tangilarni topshirib olmoqchi ayrilmaysan." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oltinni oltinga tegishganda naq bo'lmasa jazoni bo'ladi. Bug'doyni bug'doyga tegishganda naq bo'lmasa jazoni bo'ladi. Arpini arpaga tegishganda naq bo'lmasa jazoni bo'ladi. Xormini xormiga tegishganda naq bo'lmasa jazoni bo'ladi degan. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Oltinni oltinga tang-mutang bo'lmasa sotmanglar. Ba'zini ba'siga ortiq qilmanglar. Kumushni kumushga tang-mutang bo'lmasa sotmanglar. Ba'zini ba'siga ortiq qilmanglar. Uning nesisini naqd sotmanglar. İmam Navaviy mazkur hadisni sharihlab mundaq deydi: Olimlar mundaq deydi: Bu yaxshi bilan nachar, saq bilan sunuq, zıbı-zinnat buyumlari bilan kepak va undan boshqa oltin bilan kumushning hamma turlarini o'z ichiga oladi. Buningda sap bilan aralash bo'lgani o'xshashdir. Bu hammasi birdek ijmo qilingandir. Bu hadisning Ubada ibn Samit radhiyallohu anhudan kelgan Muslim rivoyatida bu jinslar o'xshamasa qo'ldan qo'lga naq bo'lsa, xohlaganinglarcha elib setinglar degan. Abu Minhal rivoyat qilib mundaq dedi: Men Bara ibn Azib radhiyallohu anhuma bilan Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhudan sarrobchilik tijorat to'g'riliq so'rasam, ikkisi javobini menda yaxshi biladi deb bir-biriga ittirishib, oxiri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oltinni kumushga nesi setishdan to'sqan deb javob berishdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kumushni kumushga, oltinni oltinga tang-mutang bo'lmasa setishdan to'sqan. Yana bizni oltinni kumushga xohlagancha setib-olishga, kumushni oltinga xohlagancha setib-olishga buyurgan. Yuqorqilarga asosan mayli nöqchi bo'lsin, mayli zib-zinnat buyumlari bo'lsin, oltinni oltinga yoki kumushni kumushga sotgan ahvolda bir-biridan az yoki ko'p bo'lmay miqdori o'xshash bo'lishi, shu so'rinda putadigan naq savdo bo'lishi shart qilinadi. Bu ikki shart tepilmasa savdo to'g'ri bo'lmaydi. Yuqorqi hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni aniq bayon qilgan. Persenti, sifati o'xshash bo'lmasa-mu, bu ikki shart tepilish lozim. Oltin zib-zinnatni zib-zinnatga yoki nöqchi oltinni oltin zib-zinnatga almashtirishga to'g'ri kelgan ahvolda qo'lidagi oltinni setib, ondan uning puliga xohlagan oltinni setib olish kerak. Yoki sotgan pulni hisoblab, uning puliga setib olmoqchi bo'lgan oltinni hisoblab,
farqini berish yoki elish kerak. Ya'ni ikki sodini ayrim qilish lozim. Said ibn Musayyib rivoyat qiladi-ki, Abu Said al-Khudri bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhu ikkilan uningga mundaq so'zlab bergan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ansarlardan Bani Adi jamoatidan bir kishini Xaybarga amaldor qilib avatganda, u kishi Rasulullohga yaxshi xurumlarni elib kelgan. Rasululloh uningdan Xaybarning hamma xurumsi mushundaqmi deb so'radi. U, "Yo'q, ya Rasululloh. Alloh bilan qasamki, biz bu xurumning bir sasiga aralash xurumidan 2 sa olamiz" dedi Rasululloh. "Undaq qilmanglar, lekin tangma-tang tegishsanglar bo'ladi. Yoki nacharlarni setib, puliga yaxshilarini setib olinglar. Tarozi bilan setiladigan narsalarmi shuning o'xshash" dedi. Oltinni yoki kumushni birini biriga yoki pulga sotgan ahvolda jinsi o'xshash bo'lmaganligi uchun faqat naq bo'lishla shart qilinadi. Nisitishqa bo'lmaydi. Lekin biri-biridan ortiq yoki kam bo'lsa bo'ladi. Bunimi yuqorqi hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aniq bayon qilgan. Shunga oltinni pulga sotgan ahvolda pul bilan oltin shu so'rinni topshirilishi kechiktirilmasligi shart. Pulni pulga setib, pul tegishgan ahvoldami o'xshashla naq bo'lishi, shu so'rinning o'zidala har ikki taraf pulni to'liq topshirishi shart qilinadi. Bu ahvolda pulning yoki oltinning hammasi yoki bir qismi nesi bo'lib kechiktirilsa to'g'ri bo'lmaydi. Buning asosan oltinni yoki bir qismini yoki pulini yoki pulining bir qismini bir qancha qaralga bo'lib nesi satsimi to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni pulning hammasi, oltinning hammasi naq bo'lishi lozim. Oltinning butun puliga ega bo'lmagan kishi ya qo'lidagi puliga loyiq oltin setib oladi yoki setib olmoqchi bo'lgan oltinning to'liq pulini tayyorlig'icha setib olmay kutib turadi. Chek bilan sotgan ahvolda chek qarshiligida bankada naq pul bo'lib, chek orqali bankadan darhol pul ola oladigan bo'lsa, bu naq savdo hisobida bo'ladi. Bir muddat o'tgandan keyin ola oladigan bo'lsa, nesi bo'lib cheklanadi. Oltin bilan kumushni oltin kumushga yoki pulga sotmay boshqa oshliq, kiyim-kechak yoki mashina qatorliq tovar mollariga sotgan ahvolda oltin yoki tovar nesi bo'lsa-mu bo'laveradi. Chunki bu ahvolda oltin bilan tovarning jinsi o'xshamagan bo'ladi. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh